Assalomu alaykum. Bugun email pochtani ishlatishni o'rganamiz. Buning uchun biz gmail.com saytiga ro'yxatdan o'tamiz. Tepaga gmail.com deb yozganimizdan keyin u saytga kirsak, kirganimizda login va parol yozish joyi va kirish joyi chiqadi. Bu yerda qizil kaos bunaqa to'rtburchakka olib qo'ygan joyda bu saytda ro'yxatga o'tish joyi bor. Mana shu yerga esa biz hozir ro'yxatdan o'tamiz. Bunda iloji bo'lsa ro'yxatdan o'tishda oldingizda kattaroq bir inson bo'lsa yaxshiroq bo'lardi yoki kompyuterni yaxshiroq tushunadigan do'stimizmi bironta bir inson bo'lsa yaxshi bo'lardi edi. Avval bu yerni to'ldirib chiqamiz. Ism, familiyalarimizni yozib chiqamiz. Agarda biz parol loginda noto'g'ri yozsak yoki bularni shartiga to'g'ri kelmagan login bo'lsa, u o'zi taklif qiladi yoki taklif qilmasa boshqa yozishingiz mumkin. Mana men hozir o'zi topib berdi. Parol yozamiz. Pastga parolni qaytaramiz. Tug'ilgan yil kun sanani yozgandan keyin bu yerda o'zingizni erkak ayolligini mana tasdiqlaydi. Mana bu yerda g'alati yozuv chiqadi. Mana shu g'alati yozuvni ham yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda hammada har xil chiqadi, faqat bu mana bu yer pastda ham птичка qo'yib shaharingizni aniqlab olganingizdan so'ng o'zi albatta qo'yib qo'yadi. Qayerdan internetga kirayotgan bo'lsangiz, o'sha shaharni xohlasangiz o'zgartirishingiz mumkin. Next yozganimizdan keyin yoki davom ettirishni bizga pochta ochilganligi haqida xabar berdi. Biz hozir rasm qo'ymasdan oddiy davom ettirmoqchi bo'ldik. Mana kirdik. Bizning pochtamiz mana ishladi. Endi mana bu yerda xat kelsa ko'rinib qoladi. Bizda hozir 3 ta xat borligini ko'rsatyapti. Bu yerdan nastroyka qilib o'zgartirish imkoniyati bor. Tepasida mana bu odamchaning rasmi borni ezib turib, mana buni ezsak, mana bu yerda knopkani chiketadi. Endi xat jo'natishlik uchun mana bu kompost yoki xat yozishni bosishingiz bilan xat yozadigan joy ochiladi. Kimga yozishingizni yozasiz. Agar benom uzb deb yozuvdim, mana pochtam nomini unamadi. Endi unga kuchukcha degandan so'ng mana endi to'g'ri bo'ldi. Mana ismni yozib, misol xatni yozdik. Endi kompyuterimdan biron narsa jo'natmoqchi bo'lsam, mana buni bosib o'sha jo'natmoqchi bo'lgan narsamni tanlayman va mana buni bosaman. Endi ishladi mana. Bu yerda mod to'lgandan keyin mana endi jo'natsam bo'ladi deyapti. Mana jo'natishni bosishimiz bilan SMSimiz ketdi. Kelgan SMS bunaqa shaklda bo'ladi. Endi biz buni ezishimiz bilan SMSni o'qiy olamiz. Mana buni ezib orqaga qaytamiz. Endi bu o'qigan SMSimizni o'chirib yubormoqchi bo'lsak, mana shuni ezib kirganimizdan so'ng mana buni bosib udalit qilib yuborishimiz mumkin. Endi yana mana bu yerga
yonida to'rt burchak joy bor, shuni bossak, bunday kichkina ptichka qo'yilib qoladi. Undan ezib turib, yana udalit qilib yuborishimiz ham mumkin. Bu yerda siz SMSlaringiz nechtalik kelganligini ko'rsatadi. Bu yerda ezib, mana uyti qilib chiqib ketamiz. Hozir mana chiqib ketamiz. Va boshqatdan kiramiz. Bir marta kirganingizdan so'ng sizga telefon nomeringizni so'rashi mumkin. Agarda yozgingiz kelmasa, buni yonidan internetga kirayotgan brauzeringizdan yonidan mana bunday qilib ezib turib yangi bo'lim ochib, yana boshqatdan deb kirsangiz, sizni pochtangizga olib kirib ketadi. Buni X ko'rsangiz ham bo'ladi. Mana pochtangizga kirdingiz, SMSlarni o'qishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.